Assalomu alaykum. Bugungi kunda yana bir obyektimizga keldik. Andijon tumani, Andijon viloyati qaysi? Baliqchi tuman. Baliqchi tumani, Chinoboy shaharchasida o'rnatilganda 2 yil oldin quyosh paneli o'rnatdik. Undan keyin quyosh suv isitgichni ham o'rnatish xohlab qolishdi uy egalari. O'shani hisobiga 1 yil bo'ldi buni o'rnatganimiz chamamda. Bular nimani sezib qolish? Quyosh paneli o'rnatganimizdan keyin ularda yana har kungi 40 kilovatli xarajat, ortiqcha xarajat bo'ldi. Hamma yoqda o'chirib qo'ysa ham 40 kilovatli xarajat ketyapti deb e'tiroz bildirishdi. Uni o'rganganimizdan keyin u nimadan kelib chiqdi? Bitta Ariston elektr suv isitgichi bor edi bitta. Shuni ishlatishardi. Buni hozir biz o'shanda aytdik, eksperiment uchun bir kunga o'chirib qo'ying, bir ko'raylik holatni. Bir kunga o'chirishgandan keyin, ya'ni hamma haligi xarajatlar shundan kelib chiqdi. Bir kunga 40 kilovat xarajat qildi. Bular tezda hali o'ylanib o'tirishmadi uy egalari. Tezda quyosh suv isitgichi o'rnatib bering deyishdi. Biz o'rnatib berganimizdan 1 yil bo'ldi. Xudo xolasa 1 yilda ishlab mana hozirgi holati. Bu kontrollerni ko'rishingiz mumkin, boshqaruv pulti. Bitta ko'rsatilgan. Hozir bu Aristonlarni kranlardan bekitib qo'yishgan. Biz kranlar ochilgan. Yaxshi ishlatishyapti. Hozirgi kunda foydalaring bo'ldimi yo'qmi mana shu quyosh suv isitgichi o'rnatilganda? Juda ko'p bizga foydasi bo'ldi. Aristonda ko'p rasxod bunaqa bo'lib ketayotdi. Buni qilganimizdan keyin ancha foydasi berib. Foyda berdi. Biz endi buni qilishimizdan maqsad bu ommaga ko'tarishimiz, xalq bilsin shu narsani. Shu narsadan masalan unumli foydalansin. Nimaki bu quyoshdan isityapti, bu tekinga suv isitib beryapti-ku, to'g'rimi? Tekinga suv isitgani hisobiga xalqimiz foydalansin, ortiqcha xarajat to'lamasin davlatga elektr energiya uchun. O'shuning uchun biz tavsiya qilmoqchi edik. Sizlarda qanday holat bo'ldi shuncha vaqtdan beri, qancha foyda bo'ldi? Mavsum boshida masalan 40 kilovatdan bo'lgani bir oyda 1200 kilovat shuni o'ziga xarajat yetiladi, to'g'rimi? Sizlarda ikkita bunaqa Aristonda, bitta emas, to'g'rimi? O'shani hisobiga ancha foydaga kiribsizlar, to'g'rimi? Buni qilganimizga 1 yil bo'ldi, lekin ancha foydasini sezdik. Sezdilaring-a? Kam rasxod. Keyin quyoshdan o'zi naqilganiga bizga og'irligi tushgan yo'q, o'zini o'zi qoplab naqlyapti. Eng zo'rini ayting. Suvda muammo bo'ldimi yo'qmi? Yo'q, muammo yo'q. Umuman kecha kunduz. Qishda ham zo'r isitib berdi. Ha, bo'ldi. Bizga shu kerak. Nimaki ko'pchilik savol bo'ladi, qishda bu qanday isitadi dedi. Ha, qishda ham isitadi. Mana sizlar foydalandilar qishgacha, to'g'rimi? Zo'r isitdi. Ha, isitdi yetarli. E'tiroz bildirilganlar yo'q. Nimaki bizni telefon qilib bezovta qildilar, hech kim telefon qilgan yo'q. Natija yaxshi bo'ldi unda. Qolganlarga ham tavsiya qilardingiz, quyosh suv isitgichi o'rnatish. Bo'ldi. Kattakon rahmat sizga. Yana sizlarga bir narsa aytib o'tmoqchiman. Mana hozir 2026-yil 10-iyun. Bugungi sana biz keldik. Mana hozir bu graduslarimiz 99 ni ko'rsatyapti. 99 deganiga ajablanmanglar. Suv qaynagan, to'g'ri, tepada suv qaynayotibdi. Qaynagan bilan sizlar bilmaysizlar bu narsani. Suv sizlarga stabilni o'sha suv oqib kelaveradi, smes qilib turib ishlataverasizlar. Bitta bu 99 sifri bizda ikkita bor xolos, bu 100 dan oshiq. Bitta 120 ga ham ko'taradi. 150 ga ham ko'tarish mumkin. Yozda qattiq chillasida. Endi buni Ariston bilan quyosh suv isitgichni taqqoslaganimizda, mana Ariston deganimizda bu elektr energiya bilan suv isitib beradi. Masalan, 1 litr sizga suv kerak bo'lsa, albatta uni to'lovini qilasiz, keyin suvga 1 litr suv beradi. Bu quyosh suv isitgichimiz masalan 200 litr o'rnatsangiz 600 litr, 700 litrgacha hali iliq suv qilib beradi sizga. Masalan, hozir bu 100 gradus bo'lsa, bemalol qo'shsangiz 600-700 litrli suv hajmida ega bo'lasiz. Bitta cheksiz aytmoqchimanki, Ariston darrov tugab qoladi, o'shingizda tez sovib qoladi. Bunda sovish degan narsani даже bilmaysiz ham. Suv tugab qoldi degan narsa yo'q. Bu o'zini ba'da kamaysa, o'zini o'rniga to'ldirib, sizda uzluksiz suv bilan ta'minlaydi. Nima deydi? Kun 24 soat suv bilan ta'minlaydi sizni. Suvdan muammoingiz bo'lmaydi bunda. Eng ajablanish tomoni tekinga.